Nazarbek harakati bir sotusi 8,5 ming dollarda srochniy variantimizni chiqyapti. Xat hujjatlari notariusga tayyor 8 sotu. Vashi ishkalat nar. Mahallani bitta ko'ringlar. Mana qurilishlar davom etyapti. Sizlar ham mana bunaqa qurilishlar qilish imkoniyatingiz bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Fasati 20 ga 40 bo'lyapti. Ichkarini bitta ko'rasizlar. Mana bu yoqlar qazilgan ekan. Qurilish qilishga tayyor. Mana o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Hop, bu yoqda suvni so'rashadi ko'pchilik. Qish payti, xudo xolasa yoz payti ham suv yomon bo'lmaydi. Harakatlar yaxshi joylar, mana o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. To'liq adres tushuntiraman. Nazarbekda yangi mostdan ko'tarilishingiz bilan 10 tomonda yangi masjid bor. Imom Azam masjid. O'sha yerdan shu sotuvga chiqqan joyimizgacha 1 kilometr masofa ko'rsatyapti. 8 sotuv, 8,5 ming dollardan notariusga tayyor. Videoning tagida nomer bor. Telefon qilinglar, kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qilib yuborasizlar. Telegram kanaliga sizlar uchun lokatsiya qo'yib qo'yaman. Bemalol kirib, kelib, egasi bilan telefon qilib, baraka qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.